pek çoğum hem de onun işçi. Su türmesi dep kaldınız. Su türmesi dep mu? Türmesi bamken. O sunun çoğunkurluğu kayagirak kildiğen derecede. Onunki usulla pakı su mu, meyne su mu? İçide bir başka nimle bağımı şunu bir yapasınız. O su türbe hem de pek çoğum hem de o yarasıdaki su türbe hem de alaydı yasalganmışı tanmışı üstü tarafke mu alaydı da zincir nimalıqı qarmaq deb qo'ymas aliqi shu zincirlar maxsus shunda to'rt qatadan hamda alayda zincir esilganmışda qo'nmişda kiyizib qo'ydigan qilib arliqda aliqi 40 metr yo'q 40 santimetr keladigan bir taxtay bor uzun ketgan taxtay shuning taxtayning ustiga dastlab biz shu suvga tushid ekanmiz suvga tushgandan keyin uning minib tunji qatim su turmga sağa vaqtda mening tapınım suğu tegmegan. Çapallarım yo'q hamdaki üstümde. Sağa vaqtda mening o suğu mening tapınım tegmedi. Qulamni shunda esib qo'ydi qulamni. O suv shu nimaga gelimgacha keladi. Mishagicham beshimlam ustida, suvning ustida, undan boshqa shu butunlay men suvning ichida. Ammo o suv men shuni akirgan vaqtdami o su turmida ikki uch ayol bor ekan. Uch ayol ham qiz hamda kichik qiz bo'lishi mumkin. Hayır bir undaq gap qilishish fursatlar bo'lmaydi. Bizning og'zimizga jobo chaplab qo'ydi. Ular bilan biz gaplashmaymiz. Nima chaplab qo'ydi. O vaqt qanday faslda yozmi, so'g'mikan? Qish shu ikkinchi oy mezgil. Qish so'g'uq mezgil. O so'g'aq. O issiq suv emas. Ya aliqi bek issiq emas, ammo aliqi bek odamlarga to'n isitmaydi. Asas jihatdan so'g'uq suv hamdi. Men kirgan vaqtda shu ayolmi yo ikki ayolmi ish qilib 5 odam bor ekan men kirgan vaqtimda, men kirganda. Ularni men kirgandan keyin ularni ochiq ketdi. Men kirib az vaqtdan keyin hamda qancha soatdan keyin bilmayman. Az vaqtdan keyin ularni ochiq ketdi. Ikkinchi qatim akirmadi ularni. Men shu chog'da shu kirgan vaqtimda shu topinim yagi tagmidi. O suv hamdaliqi butunliqi biz tarat qilsak bo'lsa suv chiqdi hamdi masalan. O suv pokiz suv emas, shunchalik maynat. O suvninki boshda qanchalik vaqt turg'izib qo'ydi suvni chiqarmay. Shu o suvga kirgan vaqtda hamdaliqi men kirgan vaqtimdami dumaliqi o pıraqda hamda onun ichida 9 derecede hamda uzun vaqt sesiqchilikning dadi to'g'li bo'lmaydi uning ichida. Undan keyin meni tunji qatim akirgan vaqtda shu esimni qilishcha shu 6 soat, 5 soatdan 6 soatgacha su tutdim hamda bu yerda. 6 soatdan 5 soatgacha su tutdim. Ondan keyin barbara 3 soat, 2,5 soat, 3 soat atrofida 6 oy aşı sudu tudum hamdi. Aniga sudu tuğandan keyin yani deydi bular eng yaxshisi biz bilan maslash. Biz bilan maslashsang sizni biz andaq qilamiz, mandaq qilamiz, doktorxonalarga olib boramiz. Sana har xil pullarni beramiz, chiroyli yashaysa, sen tegi kichik degandek hamda chiroyli gaplarni qiladi hamda menga. Sizning shu turmada yoki so'laqxonlarda tug'anlarning ichida ashlarning degindek maslashib, ularning deganlariga javob berib yoki sal yaxshi yo'lda ularning degani bo'yicha men olib rost degindek ashtaq yaxshi narsalarni berib qildimi? Ammo uning ustida men meni u yerda shu yil hadimiz bilan uchrashtirdi, va hadimizni men tonimayman dedim. Ondan keyin shu men bu vaqtida shu 5 odam bor ekan, ya 3 ayol, 2 ermi, ya 3 er, 2 ayolmi İni hisimdi yo'q. Shu 5 odam bor ekan, o 5 odamni men az vaqtdan keyin ochiq ketdi. Undan keyin u yerda meni birisi bilan uchrashtirmadi. O yerda Aqsuda 6 oy turdim. U 6 oy turish jarayonlarida u meni yerda hech kim bilan uchrashdi. Faqatlam shu shikoyatimiz bilan uchrashtirdi. Tonish-tonimaslik to'g'risida. Undan keyin yerda meni hech kim bilan uchrashtirmadi. Shu ayrim suvxonaga kirdi. Suvxondan bir nimaga kameraga chiqdi. Kameraga chiqqandan keyin o kamerada ancha-munchalik nima deymiz, bir parcha non
berdi, suni xolisi berdi, xolisi bermaydi. Şunda men şunda bolup men 6 ay tudim. Şu türmüdeki, su türmüsüdeki vaqtыңızda yemeklik üçün o günde qancha etdim yemeklik beredi, mesela qandaroq yemeklikler? O yemeklikler mesela ben şu 6 ay turish jarayonlarda o yerda şu belgili şu bir parça nan biz odatlik nenimiz var ya, şundan bir parça nan, onun için suni xolisi berdi, xolimiz bermaydi. Bir günün içinde. Bir günde ya ettigende ya keşte işte berdi. Onun için az vakit ötkendan keyin onun için berdiğin hem de o nimenin güçü o. Uqmaymiz hem de. Ama o hem de o təmini desek hem de biz bir yapaqmagan bir ailede erken vaktimizde bir yapaqmagan bir tem hem de oçu. Onu acımıcılık nim kılıp onu tuz mu yok, onu pişmeden aşağı ham bir şekilde aşını ekirip berdim de. Ya ettigende berdi ya keşte berdi. Onun için suni xolisi berdi, xolimiz bermaydi. Onun hem de nime güçü, ya çocuğunun güçü mü, ya eşekinin güçü mü, ya müşkünün güçü mü, bu kapırlar müşkünü mü işitimi yeydiğen boğandı iken. Nimenin güçü biz bilmeyimiz hem de. Hem de onu biz yemesek, neçe yemegen mi boldum ben, neçe gün gece. Ama lekin o sunun içinde, kündü sunun içinde boğandı iken, onu hem de bizden Bikadim özümüzde öldürgen bile beraber boğandın, onu yiyiş gerek hem de. Onu yedim, şu 6 ay geçe hem de bir neç günde bir 3-4 günde bir, 3 günde bir, 6 günde bir işte degende hem de ya et degende ya keşte bazen bir parçadan onun için aşağılığı pişmagan göçtemdi hem de işte lanı berdim. Bu göçnüm şu su türmüsüdeki vaqtыңızda belgemdi ya ki burunqu normal türmüdeki vakitti mi? Bu ne şu normal örümcü türmüde yatkan vaktimizde mi belgenemdi bunu? Örümcü türmüde yatkandı mı aşındalık bir parçadan, onun için aşında pişmagan işte göç, onun için hepte bir bayramımız var. Biz alaydı bayram kıpırdı, bayram neymi o dese yuğan yumuğan yazdı bidi var ya bide, bidini kayıntıp onun için şu bidi şorpisi demdi, bidi şorpisi verdi. Onun için basayının sesip qalay degan tashlaydigan yerni yuyib yumay qayinitib şu basay şorpisi nima yesolak şorpisi deb shuni berdi hamda shuning bilan o'tdik hamda 3 yilgacha Urumchida nima Urumchi turmida Urumchi turmida shu yemeklik bilan o'tdik hamda yashadim hamda u yerda nima dedim Aqsuga baqa vaqtida şu yerda 6 ay turdim 6 ay turish jarayonlarida şu 6 oygacha şu asosli suv turmida turdim undan keyin yerdan undan keyin mana shu Urumchiga yetkab keldi Urumchiga yetkab kelib undan keyin men ham haqiqatan ig'ir og'rib ketdim u yerda mana shu suv turmidan chiqdim chiqqan jarayonda men o'zim mangolmaydigan holatda keldim hamda onun için Urumchiga keldik, Urumchiga kelgandan keyin qat'iylik ur tug'udek mangolmadim, mağdurum yo'q, mangolmagan holatda nima qildim. Undan keyin shu barbara Urumchida nima qilgandan keyin o'zim bek og'rib ketdi. Mening badanim shu vaqtda bo'g'an xamir var ya bizning, bo'ldirib noyaqimiz masalan, shu bo'g'an xamirdeklan bo'lib ketdi mening butun badanim. İşip böyle her günü gidek dep koymaz, her günü gidek aşağı bu ketdi mening badanimchi. Shuning bilan onun için men bütün bizning nimasiga xotiramizni yo'qotdi deymiz-ku. Men bir tarafdan badanim bütün badanim ishib ketdi, onun için men faqatlam xotiramni yo'qotdim uning ichida. Adam tunmaydigan darajaga yetdim. Onun için hamda shu qiyin qistaqlarni beshimizdan o'tkazdik hamda Allohning yordami bilan hamda yeydigan rizqimiz bor ekan hamda mush yashayapmiz. Shuning bilan uni keyin men hamda undan keyin shu Urumchiga kelgandan keyin shu men ig'ir og'irdim. O'rtog'idek jinim qolmadi, turolmaydigan holatda bo'lib qoldim. Bular bilan qarshilashqadek hech qanday nimam qolmadi. Undan keyin bular buni hamda foydalanish qiymati tugadi hamda buni bari bir yerda o'ldirib qilib nima qilgandan azroq pul indirib olaylik degan maqsad bu hamda ya xonanamligi o'zi xonanam degan hamda meniki opamning hadisi bo'ladi
Xananam hamda o'zi xabar hamda yeni atrofimdagilarga xat chiqaryaptimi yoki bu qaraqchi kapirlar xabar qildim hamda uni men bilmayman. Shuning bilan u xananam pul yig'ib o'zining joylarini setib, undan keyin yetmaganga yoqdan pul qilib şu 70 ming şu vaqtida menga deb berishdi, şu 70 ming şu Xitoy puliga 70 ming pulga meni setib berdi bu qaraqchilar. Setib bergandan keyin endi men bir yilga yaqin shu doktorxonada Ammay ikkinchi doktorxonadaymiz, Ishiyandaymiz, hattoki Shanghai, Guangzhou. Shu doktorxonalarga olib borgandimmi, meni hech kim beko'linglar o'ldi bu deb nim qilgandan keyin undan keyin yana xonanam qatorliq qarindoshlar umid uzmay şu o'zimizning Uyg'ur milliy tibobatda davolab Allohning yordami bilan hemen asta yaxshi bo'ldim. Hamda yaxshilikka qarab mangandan keyin mana shu jarayonlarda shu xonanam boshchiligida shu pasportning yo'lini qilaydi. Rasman yaxshi bo'lib ketgan, barbara yaxshi bo'lgandan keyin u bularchilik xabar tepib, meni izlab aramimda qo'ymay inim qilgandan keyin unga shu xonanam boshchiligida ancha pasportning yo'lini qilayli deb bir usullar bilan, bir yo'llar bilan pasport qilib, men chet elga chiqdim. Chet elga chiqqandan keyin pasportni qilishga iqtisodiy mablag' ketdimi? Pasportni nima qilish, pasportga yo'llangan orliqlarda hamda men deb berishcha bir Xitoy puliga shu 300 mingdan 400 minggacha pul ketganligini menga degan. O'sha chet el nima shu pasportim tutib hemen acımıcı üzemnanki acıdan çıkıp yaxşı bo'lgandan keyin şu mingdaga vaqtimda şu 300 mingdan chiqroq 400 mingdan tovanroq pul ketganligini hamda menga xonanam batdi shu chog'da xonanam degan hamda menga. Ondan keyin men chet elga chiqdim, chet elga chiqqandan keyin undan keyin biz erkinlikni keyin nimaligini, erkin yas qanday bo'lganligini ondan keyin yana shu dinimizni qancha mustahkam tutsak bizga Allohningki yordam berganligini hemen qaytadan iman etib, qaytadan hamda yaxshi bo'ldim hamda inshaalloh. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 6 noyabr Xitayni so'roq qilish uchun Jenevada ochilgan Dunyo kishilik huquqni qo'g'dash yig'inida Xitoylar butun mush qilmishlarini inkor qildi. Hatto lagerlar yo'q deb e'tirof qilg'ili unmadi. Mushunga qarta deydiganlaringiz bormi? Endi buningga nisbatan bu Xitoy tajovuzchilarininki bu yolg'on aytish, qizzoblik, bu qon-qoniga singib ketgan. Bu tabiatida bor Xitoy kafirlarining kuchi. Burun-burundan yolg'on aytish, burun-burundan ashta aqni qar qilish, qarni oq qilish. Bu Xitoy tajovuzchilarininki tabiati bu. Qon-qoniga singib ketgan. Bu yolg'onchilikni qancha qismi bu Allah xolisa inshaalloh bu haqiqat, hamon haqiqat. Bu haqiqatning oshkor amaliy paket hargiz yo'qmaydi. Paketni Alloh yo'qotib etmaydi. Bu kafirlar qancha bo'yamchilik qilib, kazobchilik qilib inkor qilgan bo'lsa-mu, agarchi bizningki bu guvohlik berayotgan shaxsan shu muhojiratga keshayotgan qarindoshlarimizniki, masalan, shu Gulbahor adimizdaymiz Qozog'istondan, Amerikadan Amangul qarindishimizdaymiz, undan keyin o Abdurahmon Hasandaymiz. Bu qarindoshlarimiz qanida Uyg'ur qani eqiyotgan qarindoshlarimiz. Biz hamda bu haqiqiy bir Allohning roziligi uchun qarindoshlarimizga, urug'-tuqqanlarimizga ega chiqayli, ega chiqishni o'ylagan qarindoshlarimiz. Biz bularga ega bo'lmasak, bo'lmaydi ekan deb haqiqiy dushmanini tunigan qarindoshlarimiz guvohlik beryotdi. Buningda bu olmuş mehrgulgan qarindishimiz mana shu o'zining urug'-tuqqaniga o'zi ega chiqish maqsadida, qarindoshlarga ega chiqish maqsadida Uyg'urning qani eqiyotganlikdan uning tomirda vijdoni, yuragi guvohlik chiqmaslikqa, yuragi vijdonini yo'l qo'ymaganlikdan o'sha qarindoshlarimiz guvohlik beryotdi. Ammo bu Xitoy tajovuzchilari az vaqt o yolg'onchilik qilib yana g'alaba qilgan bilan bu g'alaba hargiz vaqtli g'alaba, hargiz mangulik emas. Faqat bu vaqtli g'alaba. Bu g'alaba inshaalloh bir haqiqat hamon yetiqat to'pining ostida qolsa-mu, bu haqiqat inshaalloh hamon aqlanib chiqadi. Biz hamon inshaalloh Allohning yordami bilan biz cho'qim g'alaba qilamiz kafirlarning, Xitoy tajovuzchilarining ustidan qon qisosimizni olamiz inshaalloh. Amin. Oxirida mushu muhojirat yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizga, yoshlarimizga deydigan yurak so'zlaringiz bormi? Mushu ba'zan bir qarindoshlarimizga shunchalik o'ylasam, ko'rsam, nechisini ko'rdim,
ko'rgan bo'lsammi, ammo yurkim shunchalik og'riydi ba'zi qarindoshlarimizga. Bu Uyg'urmi emasmi deb qolaman ba'zi vaqtlarda. Ko'p vaqtlarda men bu savolni o'zimga qo'yman. Bu nimishqa hammamiz Uyg'ur turib, nimishqa o'zining urug' tuqqanlarga, o'zining qarindoshlariga nimishqa ega chiqmaydi? Nimishqa bir o'tirliqqa chiqib bir erkaklik bilan hattoki o'sha bir ayol janda chiqyapti, bir erkak bo'lgan qarindoshlarimiz bir erkaklik bilan o'tirliqqa chiqmayapti ba'zi qarindoshlarimiz. Men o'sha qarindoshlarimizga haqiqatan echinaman. Bu qarindoshlarimiz endi bir namoz o'qisa hisobma o'zini mujohid deb degan gapni yo'g'on so'zlaydi. Hey, mujohid bo'lsang, bir namoz o'qisanglar, Qur'on o'qib qo'ysanglar va attigina masjidga chiqib namoz o'qib qo'ysang, sen mujohidma? Bu qarindoshlaringga nimaga ega chiqolmaysan sen? O'zingning qarindoshlariga ega chiqmasang, uni ben şahsen bu bizim başımızdan ötken gün sen o kişi uxlab yetiyorsan, guvalıqa çıkmasan, bir kulundan kiçikkanam kiladigan işlemi qilmasan sen kıyamet günü Allah'ın bu dünyada o ütüp ketersen işini kendine götürüp mökölüp. Ama lekin Allah'ın aldığı vaqtida qanda bir cevap versen sen. Ben muşunun vicdanım yürken pek ağrıydı. Oylim amal ba oylamasqa tirişiman, ama ba'zida o'ylab qolman mishada netisi var, men biladigan netisi var mishada. O'zini mujohid chaqlaydi. Gap so'zlangisi shunchalik so'zlaydi. Ammo lekin bu o'zining qarindoshlariga boshqalarga ega chiqmasin bo'pti. O'zining qarindoshlariga ega chiqmay, ishni kayniga to'lib o'zini mujohid chaqlayotdi. Yana ba'zan bir qarindoshlarimiz bor, ba'zanlarning ham Xitoy kafirlari yelisining jiqliqidan az sondagi bir qarindoshlarimizni ayirib qo'yib qo'ydi. Bular nima uchun qo'yib qo'ydi desa, orliqda bir o'yin o'ynash uchun. Bevosita hammani bir xil akirib olsa, bu xalqaroning nimasini qo'qib, az sondagi bir qarindoshlarni, ota-onalarni, o'rtoqlarni qo'yib qo'ydi. Shu sababdan ota-onalar qarindoshlar sirtadikilar, shu qiyinroq anam unda qo'yib qoldi, dadam unda qoldi, qaynishim unda qoldi, menda qoldi deb dushmanini tunimay, Uyg'urligini tunimay, Uyg'urligini amaliyotda Uyg'ur deydi, lekin o'zini Uyg'ur chaqlaydi amaliyotda uning qanida iqvatqan Uyg'urning qanimi, nimaning qaniman uning men bir narsa delamayman. Ammo mush qarindoshlarimiz, hey seniga ota-onang teshida bo'lgan bilan, qarindoshlaring archang, hadang, ufkang, akang teshida bo'lgan bilan, o boshqalar sening nimang endi? Boshqalar hech nimang emasmi? Sening qarindoshing emasmi? Shu Xitoy tajovuzlarining qo'l ostida dafsanda bo'layotgan, xorlanayotgan, qiynalayotgan shular sening hadang, archang, ufkang, akang emasmi? Men mushuning bilan yurgan pek og'riydi. Men mushuni tavsiya qilmayki, mushu ishning kayniga o'tib, mukib yurayotgan erkaklarniki sen o'zingni erkak demasan, yog'liqni buni chigib ol bo'lmasa, men mushuni deyman. Yog'liqni buni chigib olib, erkak demay o'zingni men xotin kishitdim deb o'zingni xotin kishi chaqlab, xotin kishimi sana qaraganda xeli o'tirliqqa chiqib, vijdoni bilan, g'ururi bilan, yurki bilan o'tirliqqa chiqyotdi, qo'rqmay. Allohdan qo'rq sen. Bu dunyoga o'tib ketarsan, qiyomat kuni Allohning oldiga borganda nim deb o'tsasan, nim deb javob bersasan. Shaxsan yana mushunda kichikkanam ishdan qo'rqib, yana mushunda ishni kayniga o'tib, yana o'tirliqqa chiqmay dadillik bilan haqni haq ayırmay, düşmanını tanımay, düşmanını tanıgan bolsang ameliyatını ko'rsatmay, meydanını ko'rsatmay, bu dunyodan ketib qolsang, men qiyomat kuni, shaxsan men qiyomat kuni Allohimga arz qilaman. Ya Rabbi, Xitoylardanmi bekroq, mush insonlarni bekroq jazolig'in ya Rabbi deb men Allohning oldida Allohga arz qilaman. Nima uchun bu insonlar qiyomat o dünyada özünün tuqqanlarına ega chiqmagan, bizdek depsen bo'layotgan, xalanayotgan, jismetini qiynalayotgan qarindoshlarga ega chiqmagan bu bandan. Sen buni bekor Xitoy tajovuzlaridami, qora kafirdami bekor qiyna buni, azobla, bushrib bekor ko'ydir do'zaxning o'tida. Deb men Allohga arz qilaman inshaalloh. Shuni o'zing ko'zing bo'lsin videolarda hammada chiqyapti, to'rlarga chiqaryapti. Xitoy kafirlari Uyg'ur qizlarimizni elayotganlarni, to'y qilayotganlarni, o'sha bechora qizlarimizning ma'sum ko'zlaridan yosh aqayotganlarni sen ko'zing ko'matamda ko'rdi, ko'zing ko'rganmisan, vijdoning nakatda, yurking bormi yo'qmi sening? Vijdon degan narsa, yurak degan narsa bormi yo'qmi senda? Vijdoningdan bir so'rab baq, hey erkak, ishni kayniga o'tib olgan erkak. O'zingni erkak chaqlab, gapni yo'g'on qilib yurgan erkak, sen yurkingdan, vijdoningdan tumuningda nima iqvatidi? Ishning qani vaqt iqvatamdi, yo ishakning qani vaqtamdi, yo kapirning qani iqvatamdi? Mushu sen qaningni bir tekshirib baq, iymoningni tekshirib baq, vijdoningni tekshirib baq. Tavsiyarim, mushu erkin dunyoda yashab turib, yashab o'tibmi, mushu xayrlik, munofiqlik qilib Xitoy tajovuzlariga xizmat qilayotgan
qarindoshlarımızga shuni tavsiya qilmanki, qarindoshlar qiyomat kuni Allohning oldiga nima deb berishinglarni bekroq o'ylanglar, boshqasini o'ylamasanglarmi. Xitoy tajovuzchilari sizlarga vaqtliq asqatgan bilan mangulik asqatmaydi, qarindoshlar, kallanglarni silkitinglar. Yana bir deydigan gapim, shu muhojiratda yashayotgan barliq qarindoshlarimizningki, shu er ayol farzandlarni o'zini bilim bilan kuchlantirish bilan birga farzandlarimizni din qilam islommasdan pandimi kuchlantirib, pan va dinni tang o'qitib, bizning Sharq Turkiston inshaalloh Allohning yordami bilan cho'qim biz g'albilik Sharq Turkistonni qo'limizga olamiz. Shu vaqtda vaqtda tamtirmasdan xizmat qila oladigan darajada farzandlarimizni ham o'zimizni yaxshi tarbiyalab, bilim elib, bilimsizlikning qanchalik bizning vatanda sarxillarimiz, olimlarimiz haqiqatan asos jihatdan tugatib bo'ldi Xitoy tajovuzchilari. Biz bo'lsaqmi erkin dunyoda yashayotgan bo'lgandan o'zimizdan boshlab bilim o'zimizdan farzandlarimizni o'zimizni bilim bilan kuchlantirib, din va fanni yaxshi o'qib, bilimlik Sharq Turkistonning qo'limizga olgan vaqtda tamtirmasdan bir xizmat qila oladigan darajada yetildirishimizni men kuchli tavsiya qilaman qarindoshlar. Allah sizden razı olsun ede. Allah daim güç kuvvet versin. Daim muşunda kaysar, dadıl bulun. Sizdek muşunda insan aklına sığmaydıgan kıyınçılıklarımı baş egmezden, doğru yoldan kaytmay, hak yolda dadıl durduğan kaysar yürekli hemşerilerimiz de bulurken bu milletin ümit üzülmeydi. Amin inşallah. İnşallah. Ahırda qarindoshlarimizniki texmo kuchlantirib o'zimizni ümitni üzmay, Allohning bizga cho'qim yordam beradiganligiga cheksiz ishonish bilan birga dinda mustahkam turishimizni tavsiya qilaman qarindoshlar. Allohga omonat, omon bo'linglar inshaalloh ko'rishguncha. Buludu ekran oldidagi qarindoshlarimiz hammalarning shu vaqtga xayrlik bo'lsin. Keyingi programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'linglar.